Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan to'g'ri foydalanishni qanday o'rgansa bo'ladi? Hozir suv kitob to'plamining aynan suv bo'limlari haqida aytib beraman. Birinchi, ikkinchi, beshinchi, oltinchi, 24 va 25 kitoblarda aynan shu mavzular haqida ma'lumotlar berilgan. Kitoblar to'plami suv resurslarini samarali boshqarish va sug'orish tizimlarini takomillashtirishga bag'ishlangan muhim qo'llanmadir. Unda suvni oqilona taqsimlash, tejash va nazorat qilishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritilgan. Kitoblarda gidromodul rayonlarining xususiyatlari, sug'orish me'yorlarini to'g'ri belgilash, turli sug'orish usullarining afzalliklari va qo'llash sharoitlari batafsil tushuntiriladi. Shuningdek, nasoslardan samarali foydalanish, ularning energiya tejamkorligi va texnik xizmat ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan avtomallashtirilgan sug'orish tizimlari hamda quyosh va shamol kabi muqobil energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari keng yoritilgan. Ushbu manbalar fermerlar, agronomlar, muhandislar va suv xo'jaligi mutaxassislari uchun suvdan barqaror va oqilona foydalanishda ishonchli amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Siz ushbu kitoblarni Agrobank rasmiy sahifasi, suvchimaktabi.uz sayti va edu.fermermaktab.uz platformasidan oson va mutlaqo bepul yuklab olishingiz mumkin. Yoki izohlarda kitob so'zini yozib qoldiring, biz sizga yuklab olish havolasini yuboramiz.